Bugün çislak hürmetlik vatandaş, 2024 birinci ayının 31. günü haftaga çarşamba. Endilikli xabarimiz bunda. Mavzumuzga birinchi. Filipin bilan Vietnam dengiz soqchi hamkorligi kelishimi imzolab, Jungo tahdidiga qarshi turmoqchi bo'ldi. Bu yeni bir başlanışken de vatandaş. Filipin prezidenti Marcos igilik hukukumuzni qat'iy qo'llaymiz deb ko'rsatdi. Kechiringlar, hali xabarning oxirini o'qimabdiman, shuni o'qib o'taymi avval. Endilikda nimlilik boshda hozir butun Amerikaning har qaysi joylarida maktablarning mudiriyat yig'inida paydo bo'ldi. Ama her qaysi yerlik hukumatlar, shaharlik parlamentlar, hatta noylik komitetlar adımı Jungo Kompartiyasining paydo bo'lganligini ko'rib yetdik. Sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Washington amaldorlarining bir necha yildan beri Beijing bilan fikr almashtirish tarixi ve diplomatik münasebetler o'rnatishni burunqi munosabatlarni ahamiyatlik deyishga bo'ladi. Lekin Xi Jinping hokimiyat beshga kelgandan keyin Amerika Jungoning ushirish munosabatlari amaliy unumini yo'qotdi. Jungo Kompartiyasi bir qatimliq chiroyli so'zlagan nutqqa yoki bir qator chiroyli so'z iboralar yoki San Francisco yoki Beijing yoki Washingtonda bir qator yig'inlar oldida hargiz tiz bukmaydi. Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Ular allaqachon iroda bog'ladi. Ya'ni Jungo Kompartiyasi allaqachon iroda bog'ladi. Ular Jungo Kompartiyasi bizdan, ya'ni Amerikaning harakatini cheklaydi. Ular, yani Jungo Kompartiyasi her kuni Amerikani xatar ichiga tushirib qo'yishga urinayotgandek, biz Amerika ham Jungo Kompartiyasini xatar ichiga tushirib qo'yishni kafolatga ega qilishimiz kerak. Mana bu jangovar chaqiriq deymiz-da buni vatandosh. Jangovar chaqiriq. Guvohlik berishga qatnashgan Prezident Obama davrida ham Markaziy axborot idorasiga boshliq bo'lgan, ham davlat mudofaa ministri bo'lib tayinlangan Leon Panetta Mike Pompeo'ning Jungo to'g'risida kuzatish va hukmlariga qo'shilganligini bildirdi. Panetta mundaq ko'rsatdi. Biz Xi Jinping'e sal qaramasligimiz lazım. Çünkü o Xi Jinping her qanday fursatdan foydalanib Amerikaning muqimligiga buzg'unchilik qiladi. Shuningdek, Davlat Majlisi, Avam palatasi, Raqobat, Jungo bilan Raqobat favqulodda komiteti chaqirgan guvohlik yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo, andan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat mudofaa ministri Leon Panetta qatorliqlar guvohlikdan o'tdi. Yuqoriqilar shuningga taalluq shu guvohlik berish maydonida so'zlagan so'zlardir vatandoshlar. Endilikda ma'non qaranglarda mavzu Filipin bilan Vietnam dengiz soqchi hamkorlik kelishimi imzolab, Jungo tahdidiga qarshi turmoqchi bo'ldi. Filipin prezidenti Marcos egilik hukukimizni qat'iy qo'llaymiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 1-oyning 31 kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Filipin bilan Vietnam 1-oyning 30 kuni Janubiy Jungo vaqa chiqishdan saqlanish jihatda ikki davlatning dengiz soqchilari kelishimi imzoladi. Kelishim bo'yicha bu ikki davlat talash-tartish bo'layotgan rayonlarda Jungoning ayblab
Ayvilik pozitsiyasiga divaylab kelishiga taqobil turishni qaror qilishdi. Filippin bilan Vyetnam. Bu bir yangi hodisa vatandoshim, shu bir yangi ish. Masalan, Filippin bilan Jungo o'rtasida dengizda talash tortish, o'xshashi Vyetnam bilan Jungo o'rtasida dengizda talash tortish, egilik huquq talabi qo'yish, bu ziddiyatda hal bo'lgani yo'q. Shundaq paytda hozir Vyetnam bilan Filippin bir yerga kelib, yuqorgi kelishimni imzoladi. Yana bir xabar. Yaponiya bilan Germaniya harbiy hamkorlik kelishimi imzolab, Jungoning tahdidiga taqobil turmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 1-oyning 31-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Mana bu endi nima deymiz? Buni endi jiddiy xabar deymiz-da vatandoshim. Germaniya bilan Yaponiya hozir Endi Tinch okean rayonida Xitoyning tahdidiga taqobil turish uchun harbiy kelishim imzoladi desa, siz buni albatta jiddiy xabar deb qaraysiz vatandoshim. Jiddiy xabar. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Yaponiya va Germaniya 1-oyning 30-kuni dushanba harbiy kelishim imzolab, moddiy almashtirish ve arka sapni qo'llashni ilgari surib, ikki tarafning mudofaa hamkorligini kuchaytirib, Jungoning endi Tinch okean zo'rvan pozitsiyasi yoki divaylab kelishiga taqobil turmoqchi bo'ldi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Yoko Kamikawa Germaniyaning Yaponiya turishliq bosh elchisi Kilmnes Van Gotes haftaning 1-kuni Tokyoda tashqi ishlar ministrligiga kelishimga imzo qo'ydi. Bu kelishim Yaponiya qo'g'dinish qismlari bilan Germaniya armiyasi ashliq, yiqilg'u, o'q-dora mulozimat jihatlarida tartibni osonlashtirdi deyildi. Kelishimning butun ismi mundaq ataldi. Yaponiya qo'g'dinish qismlari Germaniya Federativ Cumhuriyatining qurolli qismlari o'zaro moddiy bo'yinla va mulozimat bilan ta'minlash kelishimi. Yaponiya uchun aytganda Germaniya bu kelishimga qatnashgan 7-davlat. Men bu xabarni ko'rmagandim, bugun ko'rdim, 7-davlat. Bundan burun mushunda kelishim imzolagan davlatlar Yaponiya bilan qaysi? Birinchisi Amerika, ikkinchisi Avstraliya, uchinchisi Angliya, dördüncüsü Kanada, beşincisi Fransa ve altıncısı Hindistan. Qatarlıq devletler. Bugün Germaniya ile Yaponiya yuqorgi kelishimni imzoladı. Cemi 7 devlet. Dünyanın vaziyeti hazır qaysi iqlim, qaysi tarafga yetib keldi vatandaş, diqqat qildingizmi? Biz başta sizlarga so'zlaganligimizdagi ahvol hozir eng oxirida bu Germaniya bilan Yaponiya hamkorlik, ya'ni hamkorlik, harbiy hamkorlik. Mana bu katta gap bo'ldi vatandosh. Katta gap bo'ldi. Bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimiz va xalqaro vaziyat to'g'risida sizlarga yetkazadigan xabarlarimiz mana shundan iborat, hurmatli vatandosh.